Yaxshi mislar do'stlar, men Nazahat. Men sizlarga yulduz turkumi to'g'riliq so'zlab beray. Uningga 5-si Shir yulduz turkumi. Yupiter sizning 11-xonangizda, 11. 11-xona kishilik aloqa xonasi. Notunish kishilar tor aloqa jamiyatdagi mas'uliyat. Shir yulduz turkumi o'zining hayotini bir sahna deb bildi. Shunga har zaman eng go'zal holatda kishilar oldida namoyon bo'lishga tirishadi. Hatto yig'ilsimi kishilar bu yigit yoki qiz yig'ilsimi kelishgankan ya go'zalkan deb tariflashini umid qildi. Hayotini intayin ustunlik bilan bir drama qilib haq ko'rsatlaydi. Shunga bu 11-xona sizning budjetga alayligingizni joriy qildirishga yordam berdi. Albatta kishilarning eg'izini besib olamaysiz. Har xil ko'z qarashda bo'lishdi. Bu xona sizningki kishilarning nazarida qanday bo'lishingizga munosabatlik. Agar doimiy chiqib bo'lgan cho'lpa bo'lsangiz, buni yo'l boshqa o'zingizni hamda eng qimmat narsalar bilan bezab yasab yursangiz, hamda kishilarning ham sizga qaragan sir qarg'isi keldi. Ammo siz donliq, men donliq deb xalqimizning kishiga takror bir ishlarni qo'ysangiz, hamda sizni qo'sha qaytib bir rap qo'ydi hamda uningga ma'lum yo'q. Shunga hamda ammaning orsiga tushdi. 11-xona degan gap o'zingizni sal past ko'rib tushirang. Agar siz hamda cho'lpon bo'lmay, odatga odam bo'lsangiz, hamda bu yil sizga notunish kishilarga aloqa qilgan bir xizmat taqsimoti berilib qilish mumkin. Aslida sizning xizmatingiz kishilarga aloqa qilgan xizmat bo'lsa, cho'qim hamda qanday bo'lmasin bek pozitsiyasini olmang demoqchi. Ammaning orasidan parlab turgan quyoshdek bo'lsa, amma sizdanda qo'rinib gapini qilolmasligi mumkin demoqchi hamda ammaning orasiga tushish, amma bilan tanimaydigan odamlar bilan paranlashish degan gapning o'zi shularning orasiga kirish degan gap. Shunlashqa albatta o'zingizni chiroq qilasiz, sizni Shir yulduz turkumi o'ziga bekli diqqat qildi hamda sal eshib ketmasin demoqchi. Kichik bel bo'ling. Bu yilgi eng muhim ish kichik bel bo'ling. Xizmatingizni qilib yoki xizmatingiz bo'lsin kichik bel bo'lib, muhimi iqtidorli bo'lsangiz, endi shu masalan siz hali cho'ng bir ishlarni, hali cho'ng gaplarni qilib qo'ygan taqdirda shu endi shuning to'g'ri iqtidoringiz bo'lsa, yana uni yo'li boshqa. Siz unchalar iqtidorli bo'lmay turib, endi iqtidoringizga qarshi mudayasini qo'ysangiz, balki ishlarningki tanqidga uchrab qolishingiz mumkin demoqchi. Shunga iqtidorli bo'lsangiz, kichik bel bo'lsangiz, o'zingizga yarashimliq pakiz yasansangiz, ham kishilarni hurmatiga erishsiz, yo'llaringiz ochildi. Hammadan muhimi yo'llaringiz ochildi. Namingiz yaxshi tarafdan chiqadi. Nurg'un Shir yulduz turkumidagilar amaliyot ishidan o'ziga intayin ishonganlar amaliyot ichidan o'zini tuvan ko'rish mumkin. Shunga o'ziniki azroq bir bo'lmaydigan yeri ko'z o'ziga cho'ngroq ko'rinib ketadi. Shunlashqa o'zini bekrak niqoblaydiganga usta demoqchi. Shunga kishilarningki masalan siz o'ylamay deb qo'ygan bir al cho'ngroq gapingiz yoki bekrak yozib qo'ygan yeringiz haqninki endi eg'izni besib bo'lmay bir gaplar chiqib qolgan bo'lsa, endi o'zingizga tig'imi ishonmay, tig'imi o'zingizga tig'imi yasab, gaplaringizni tig'im bak yasangiz mumkin, qilayotgan ishingizni tig'im bak o'ng bo'lsa o'ngcha, so'l bo'lsa so'lcha ish qilib tig'im bak, endi tig'imi bak deganda ma'no bekrak o'ylangda chiqdim dedim, bo'lib ketishi mumkin. Azvaylab ko'rsishingiz mumkin endi shunga diqqat qiling. Abay deganlardan boshqa ham o'zingiz diqqat qiladigan boshqa, balkim siz ham kishilarga xiyonat ko'nglingiz tortishi mumkin. Agar san'atkor bo'lsangiz, sizning o'yin qo'yib berishga chaqirgan ishlar ko'payishi mumkin. Shu ma'noda siz boshlarningki san'atkorchiligini ko'rishingiz mumkin. Bu yaqinda ham kishilar jixyalarni ko'nglingiz tortganligi uchun ham do'st emas, do'stga bo'lmaydigan tanishlaringiz ko'payib ketishi mumkin. Yoki balkim to'g'ri bekrak chiqib naq maydon qilishingiz mumkin degandek-ku. Shunga jiq odamlarla aloqa qilib, tanimaydigan odamlarla aloqa qilishingiz mumkin. Shunlashqa bu yil masalanga siz to'g'ri qiz labelman desangiz, bu sizga yo'l ochiq. Ras to'g'ri qizli bo'lishga sizga cho'qim yo'l tayyor. Shu tunishlar orqali yo'llaringiz nurg'un yo'llaringiz ochilishi mumkin. Shunlashqa bunga diqqat qiling, tunishlaringizni diqqat qiling. Bu 11-xona degan burun tunishgan do'stlaringiz emas, yangidan tunishgan yoki tunishmoqchi bo'lgan kishilar yoki notunish kishilarni o'z ichiga oldi. Shunlashqa siz shu kishilar bilan bo'lgan aloqada cho'qim yaxshi bo'ling. Do'stga bo'lmaydigan tunishlar ko'payib ketishi mumkin. Shunlashqa siz burunqi do'stlaringizdan sal-pal yiroqlashib qolishingiz mumkin. Yoki burunqi jo'ringizdan sal-pal yiroqlashib, yangi jo'rlar, yangi obyektlar uchrashi mumkin. Ko'zingizga shunlashqa diqqat qiling.